erlik g'ururi dafsanda bo'lgandek tuyg'uga kelgan Sulton Uvaysxon g'azabdan lag'ildab titrab ketdi. Shundaqdimi o'zini tutib olishga majbur bo'ldi. Shu daqiqada o'zining to'limi beqovul ekanligini his qilgan edi. Sulton Uvaysxonning chiroy ifodasini kuzatib o'tirgan Ison Toyshi birinchi qadamda g'ururini, shahoniy kibrni sundirish maqsadiga yetganligini his qilib, huzurlanib kuldi. İltifat ko'rsatib, uni o'tirishga taklif qilmadi. Kulgi yig'ib turgan ko'zlaridan kuchlik masxira, kibr uchqunlari balqiydi. O'zingni Chingizning nasliman deb qilgan otikalchiliging qani Uvaysxon? Qani? Nimaga qarab tursan? Ashu takabburligingni yana ko'rsatmamsan. Chaqqan bo'l. Oyog'imga bosh qo'yib menga yelin. Atdan tushsangmi, o'zingizdan putingni ololmayapsan a, shu tapda. Nima degan bilan yigitliking, nochiliging bor ekan. Yuragingdagi tashvishlar ko'zlaringdan chiqib tursinmi? G'ururingni saqlashga tirishyapsan. Sen qo'l qo'ydim. Jahonning ishlari nima degan ajoyib a, oliylari? Dedi Ison Toyshi xiyolini yig'ishtirib. Yani ko'rishib qoldik mana. Qalbimni tabriklamay qarab turdiq-ku, ha? Qoyil bo'lmayotamli ya. Sulton Uvaysxon o'zini har qancha mag'rur tutishga tirishsimi, lekin uning put-qo'llari bo'shib ketib boradi. Gadinigacha qizirib, tomoqlari qurib ketdi. Shuncha yildan beri o'zi sur ko'rsatib o'ltirib kelgan taxtning oldida bunchola bechora holatda turib qilishni xiyoliga keltirib baxmagan edi. U ming ta'sir zuvonga keldi. Mag'lub bo'lganimni albatta tan olaman. Shuni unutmasizlarki, bende uchun jahonda abadiy g'oliblik mavjud emas. Mana, hayal o'tmay, yana qo'llarga tushdik. Endi o'zlarining bizga qaytiradigan hurmat qarzlari ham yo'qdir. Otamlar, chapamlar, osamlar, ixtiyorlari. Faqat yaratgan Alloh egamning inoyatiga tevinaman. Sulton Uvaysxon endi o'zini xeyli tutib olgan edi. Ison Toyshining ko'ziga tik qaradi. Samlarga faqat bir ishni silib qo'ymoqchiman. Mening vabolim, xotin, bola chaqlarimga tegmagay. Bizning ilkimizdagi ayollar va bolalar gunohsizdir. Magarki o'zlarini yanada mard, bahodir azmat hisoblasizlar. Xotin bolalarimizga zinhor zarar yetkazmagaylar. Yaraysan Uvaysxon. Yigitdek gap qilding. Xotin bolalarini so'ymagan, qadrlamagan erni qandaqmi erdigili bo'lsin. O'zingning jining bilan qolmay, ashu ojizalarning g'imini yeyapsan. Mana buni bahodirlik deymiz. Ison Toyshi qopqini to'rdi. Mana shart qo'yayotamdilar oliylari. Yo'qsa oliylarining jahondagi shirmat bahodirlarning biri deb hisoblig'inim uchun o'tinayotaman. Ison Toyshining chiroyi bir oz ichildi. Azaldan mag'lub xonning xotin bolalarining ishini bir taraf qilish g'olib xonlarning ixtiyorida bo'lib kelgan. Bu yo'sinni oliylarimi obdan biladigu deyman, ha? Shunga oliylarning xonishini harimimizga akilib to'qal qilishga haqqimiz albatta bordir. Sulton Uvaysxon g'azabdan titrab ketdi. Ison Toyshiga nashtardek tikildi. Tili gapga kelmadi.
agah bo'lsalarki, shu tapti shartni o'zda emas, men qo'ysam yarishidi. dedi Eson Tayshi mag'rurlik bilan. Bo'pti. Gapni agitib o'ltirmay uduliday. Aliylarining singlisi Malika Maxtumsulu jahonda tangdishi yo'q bir go'zal ishkan. Men uningga o'yinishni xohlayman. Shart shuki, umi bu nikohni o'z ixtiyorligi bilan qabul qilish kerak. Navada aliylari o'z singillarini menga berishga qo'shilsalar, hamda uni qoyil qilsalar, o'ttirimizdagi adovat mushuning bilan tugaydi. Silmo, xonish, shahzodalarni ilib, Turponga amon eson qayta olaydilar. Sultan Uvaysxon bir daqiqa turib olib javob berdi. Navada qo'shilmasam-chu. Ol chaqda Turponga o'zlari yolg'iz qaytadilar. Ko'z oldiga ikki xonishi bilan ikki o'g'lini keltirgan Sultan Uvaysxonning vujudini chidg'usiz bir azob chulg'ib oldi. Yuragi bigiz tuqqandek echishdi. Xotin bolalarni Mo'ng'ul sarkardasiga tashlab berib Turponga borganidan mushu yerda o'lgani afzal emasmi? Said Ali olib nada? so'radi Uvaysxon birpas o'yilni bilib. Xotirjam bo'lsalar, ol sarkarda obdan kutinyotidi. Shu topda Sultan Uvaysxonning bu ishni Said Ali olib bilan maslahatlashgisi bor edi. Lekin Eson Tayshiga bu xiyolini bildirgisi kelmadi. Tangrim. Ajab bir tanqislikda qoldim-ku endi. Qarab turib, ashu chiroyli umoq singlimni ashu Mo'ng'ul xonga berarmanmi? Bu mushkulotdan qutulishning bundan boshqa chorasi yo'qmidir zodi? Undaq bo'lsa, men singlim bilan ko'rishib baqay. dedi amalsiz qolgan Sultan Uvaysxon ulug' kichik tinib qo'yib. Eson Tayshi Sultan Uvaysxon bilan Malika Maxtumsulu xonimni ayrim bir chidirda ko'rishtirdi. Aksidan Eson Tayshining shartini anglagan Maxtumsulu hurkirab yig'layapti. Sultan Uvaysxon singlisining oldida kechirgisiz gunoh o'tkazib qo'ygandek beshini selib o'ltiradi. Shu topda uning vujudini ichidan bir yig'i qopsib olgan edi. Ammo singlisining oldida ko'z yeshi qilishni loyiq ko'rmay, o'zini qattiq tutib olgan edi. Xohlamaslar, hargiz zo'rlamayman. Faqat amalning yo'qidan bu gapni deyishga majbur bo'ldim. Men chiqib Eson Tayshiga javobini berib o'tay. Beshimizga kelginni ko'rarmiz. To'xtasala. Ol Mo'ng'ul xoniga javobini o'zim beray. Sultan Uvaysxon yalt etib singlisiga qaradi. Maxtumsuluning ko'zlarida boyamqi bechoralik, so'lg'inlik, vahimadan asarmi qolmagan edi. Sultan Uvaysxon gap qilmayla singlisini boshlab mangdi. Uning qadam elishlari to'limi eg'ir edi. Vujudi butkul xalq olamning masxarasiga qolgandek azoblik, hasratlik edi. Yo'q deb keyniga yong'isi keladi. Ammo ko'z oldiga ikki xonish bilan ikki xonzodasi kelib olib, daqiqa ichida vujudida paydo bo'lgan qarshilik tuyg'ulari bitchit bo'ladi. Onasi Sultan Xotun hozirla oldida paydo bo'lib, ayiblaydigandek atrofiga cho'chib qaraydi. Shu topda u Eson Tayshining oldiga putida emas,
yuzida dastlab ketib boradi. Malika Maxdum Suluni ko'rgan Ison Tayshi yijoyg'inicha o'rnidan turdi. Malika yig'idan qizirib ketgan ko'zlarini Ison Tayshining chiroyiga tikdi. Talablarni qabul qildim oliylari. Lekin shartim shuki, birinchidan barliq asirlarni qurol yarog', ot jabduqlar bilan qo'yib o'tadilar. Ikkinchidan, meni elib darhol Eli vodisidan ketadilar. Uchinchidan, iymon etib musulmon bo'ladilar. To'rtinchidan, Mo'g'uliston tasarrufiga ikkinchilab ta'arruz qilmaydilar. Bo'ladi. Malikamning hamma shartini qabul qildim. Dedi Ison Tayshi gul qaqalari echilgan holda qaddini ruslab. Ondan Sulton Uvays xonga qaradi. Alilarning himmatiga hashqalla. Shu tapda Mo'g'uliston sultonlarining malikasiga o'nnaligimdan o'zimni to'lima faxrlik his qilyapman. Shuningga ishonchim komilki, bu nikohdan shakllangan do'stligimiz farzandlarimizning tuqqandorchiligiga sabab bo'lg'isi. Sulton Uvays xon lom-jim demadi. Ko'zlari singlisining ko'zlari bilan uchrashib qilishidan ansirgandek boshqa tarafga qarab oldi. Amsa bu qarorga hozirdan boshlab Sulton Uvays xon oliylariga taalluq bo'ldi. Qani, oliylari biz mangayli. Ison Tayshi taajjublanib Malikaga qaradi. To'y qilmayla mushundaq ketamdoq Malikam? To'yni o'zlarining tasarruflariga borganda qilurmiz, dedi Maxdum Sulu. Ison Tayshi sarkardalarga barliq lashkarlarni chekindirish farmoni berdi. Ondan Malika Maxdum Suluni otga mindirib, o'zining qarorgohiga qarab mangdi. Nima uchundir Malika aksi bilan xo'shlashmadi. Sulton Uvays xon singlisining kaynidan qarzi yetkicha qarab turdi. Ko'zidan taramlab oqqan yosh xilili o'sib qolgan soqollari orasiga sirg'ib boradi. Sulton Uvays xon har doim yolg'iz qolgan vaqtlarida suyimlik singlisi Malika Maxdum Suluni aslaydi. Xiyolida singlisi bilan uzoqdan uzoq mungdishatdi. Uningdan kechirim so'raydi. Mushu qitimga xo'shlashish singlisi bilan mangulik vidolashish bo'lib qoladiganligini o'ylamagan edi. Afsus, Maxdum Sulu xonim Ison Tayshi bilan shu ketgancha Mo'g'uliston ziminiga ikkinchilab qadam bosmadi. Mo'g'ullarmi bu ziminga xeyli yillargacha yaqin yo'lamadi. Shundoq Sulton Uvays xon Eli vodisidan Turponga putida emas, yuzida mengib kelgandek ko'tirib qo'pqisiz xijillik, nomus tuyg'usida qaytib keldi. Qarshi elish uchun oldiga chiqqan shahar xalqining yangratgan olqishlari go'yo masxiradak, ta'nidek bilinib, beshini to'nining ichiga tiqib oldi. Beshini ko'tirib atrofga qarashqa, xalqning salomini elib salom qaytirishga jur'at qila olmadi. Kimlarningdir Maxdum Sulu Malikini so'rab qilishidan ansirab xudiksiradi. Onasi Sulton xotunning oldiga salomga kirganda gadinigacha qizirib lom-jim deyolmadi. Beshini ko'tirib onasining chiroyiga qaray olmadi.
Malika Sultan xonim Ili vodisida duch kelgan peshkanlikni, jangdagi mag'lubiyatni, singlisi Maxtum Suluning ahvolini onasiga allaqachon aytib bo'lgan edi. Shunga Sultan xotun o'g'lining gunohkorlardek bechora turqaga nomusdan qizirib, xijillikdan olpasoq bo'lib ketgan chiroyiga qarab, o'zini besib oldi. Qizidan ayrilib qilish azobi yuragini o'rtab tursimu, yanada o'g'liga tasalli berdi. Hamma ahvoldan to'liq xabar topdim. Nachora, yaratgan egimizning peshonimizga putkuni shu o'xshaydi. Banda taqdirning yozmishidan qutula olgan emas. Qaddillarni rustisala. Bu hargizmi sizlarning gunohlari emasdir. Men Malika Maxtum Sulu xonimga bergan oq sutimga rozi. Aba ajdodlarimizdan miros qolgan buyuk saltanatni, kindiq qinimiz to'kilgan ulug' tuproqni, vatanni yovlardan qo'g'dimoq hammamizning majburiyatidir. Singillari Maxtum Sulu xonim bu majburiyatini to'liq ado qildi. Bu saltanat uchun o'zlar bo'lmasila bo'lmaydi. Chunki o'zlar el yurtning pasiboni. Pasibondan ayrilgan yurt cho'ponidan ayrilgan padaga o'xshab qoladi. Undaq padini bo'rimi talaydi, o'g'rimi bulaydi. El yurt vayron, sarsanchilikqa duchor bo'ladi. Agar shu yerda men bo'lgan bo'lsam-mu, toji taxt el yurtning baxti, osoyishligi uchun bir Maxtum Sulu emas, 10 Maxtum Sulu bo'lsimi mehrdan kechatdim. Chunki har qanday bir jamoat qavmning birlik, ittifoqligi bo'lmasa, ol qavmdan o'z qavmi saltanati uchun o'zini qurbon qilishga tayyor mard bahodirlar chiqmasa, unda qavm saltanat tezla vayron bo'ladi. Chirib tugaydi. Hamma aholisi amr farmonlarini ijro qilishni vojib deb biladigan. Uning amr farmonlaridan hech qanday bir sabab bilan bosh tortishni ravo ko'rmaydigan bir hukmdori bo'lmagan mamlakatning ahvoli cho'qim qalaymaqonchilik ichida qoladi. Vayronchilikqa, zo'ravonlikqa yuz tutadi. O'z vaqtida o'zlarini yolg'iz o'g'il bo'lib qoldi deb pekmi o'kingan edim. Aslida xatolashgan ekanman. Shundoq himmatlik singillari bo'lganligidan faxrlansilar. Yaratgan egam buyurgan bo'lsa, yana omon eson didorlashishga nasib qilur. Sultan Uvaysxon onasining oldida o'rkirab yig'ilib o'tishdan o'zini aran tutib oldi. Shu topda onasi uni dahshatli qiynayotgan azoblariga, hasratlariga malham surtib qo'yayotdi. Sultan Uvaysxon singlisiga bir necha qitim esil sovg'atlar bilan maktub avatdi. Lekin singlisidan javob xat ololmadi. Nima uchundir Malika Maxtum Sulu xonim aksining elchilarini og'zaki salom bilan qaytirib o'tgan edi. Milodiya 1428-yili. Kuz. 2 kundan beri to'xtamay yoqqan yomg'irda yuyunib, boshqacha go'zallashib ketgan Issiqko'l vodisiga atigandan beri sho'x qizlardek oppoq bulutlar bilan mo'k-mo'klang o'ynayotgan quyoshning jamolidan to'kilgan oltin nurlar yana boshqacha joziba ato qildi.
Yavu güllərinin nazik bərgəlləridəki, yumran yopurmaqlardakı yağmur tamçilləri, quyosh nurida xuddi tumanlagan yoqutlardek jo'lalaydi. Chuchuk bo'ya, shivoq, yov kandir, archa va allaqandoq o'simliklarning xush hidi nam tuproqning asta-asta o'rligan harorati bilan birlashib, dimoqqa o'ralatdi. 2 kundan beri yoqqan yomg'irda ularga bekinib olgan barliq jonliqlar quyosh bilan tang sirtqa chiqqan edi. Xuddi quyoshning jamolidan huzurlanishga oldirayotgandek. Osmonda quyoshning jamolini, siminga takshi chechilayotgan oltin nurlarni to'sib olishga qodir bo'lolmagan parcha-parcha oppoq bulutlar o'zib yuradi. Ko'z yetkisiz go'zal issiq ko'l yaylig'ida minglagan chidirlardan shakllangan ko'chmi shahar, Buyuk Mo'g'ulistonning xaqoni Sulton Uvays xonning saltanatidan derak berib, sur hayvisini namoyish qiladi. Bu chidirlarning markazidagi Sulton Uvays xonning hashamatlik shoh chidiri bargohi oli ko'zga alohida tashlanadi. Shoh chidirining atrofiga 100-150 qadam oraliq qoldirib, amir sarkardalarning, lashkar xizmatkorlarining chidirlari mansab martabasi bo'yicha o'rinlashtirilgan edi. Chidirlarning ustidagi tug' alamlar issiq ko'lning kuz shamolida lapildab, istilochilarning jasoratini namoyish qilayotgandek ko'rinadi. Qarorgohning sirtiga, oyoq tarpiga ularga agishib kelgan savdogarlarning do'konlari, hunarvanlarning ustaxonalari, oshxona, navoiyxona, kavobxonalar joylashgan edi. Savdo setiqi mahir Mo'g'uliston xalqi garchi urushning opitini, jangning vahimasini bilib tursimi, o'sha necha tumanligan xon lashkarlarining kaynidan agishib, ular naga tushkun qilsa shu yerga do'kon ichib, yoymi yeyib savdo qiladi. Qarorgoh surlik, jimjit ko'ringani bilan uning sirti baayni Turpan, Qashqar, Yarkand, Samarqand, Hirotning ovod rastillaridek qaynoq bozorga aylangan edi. Qarorgohning o'ttirisiga joylashgan shoh chidiri osti 4 chasa, usti qubbi shaklda qurilgan bo'lib, kengligi 100 qadam, egizligi 4 nayza bo'yi keladi. Uning yoy shakllik qubbisini odamning belidagi cho'nglikdagi 4 tal ko'k ranglik to'rik mazmut ko'tirib turadi. Ostiga butunlay gilam silingan edi. To'r tarafidagi uzunligi 9 qadam, kengligi 7 qadam keladigan 9 poyilik shoh supsiga xuddi chimanzorni eslatadigan rangdor xotan gilimi silingan. Gilamning ustiga qubba shakllik yo'lanchukiga go'har, o'nchi marvoyitlardan ko'z qo'yilgan oltin taxt joylashtirilgan edi. Taxtning ustiga esilgan yo'lvoz terisi taxtni texmu surlik ko'rsatdi. Shoh chidirining o'ng so'l ikki tarafiga 3 qatordan ta'tilla, maxmal, 8 ko'rpalar silingan edi. Har atigini qobulga kirgan yoki kun aralab o'tkaziladigan shohona ziyofatga taklif qilingan amir sarkardalar o'zlarining amal martabalariga qarab oshu ko'rpalarda o'ltirishadi. Shoh chidirining necha o'nlagan panjara derazalarga tortilgan rangdor yipak pardalar izg'irin kuz shamolida lapildab turadi.
Sultan Uvaysxon bir haftadan beri shoh chidiridagi oltin taxtda gohida Qur'on tilovat qilib, gohida teksiz xiyollarga g'arq bo'lib, yolg'iz o'tiradi. Bu bir haftadan beri amir sarkardalarni faqatli qabul qilmadi. Harmigimi kirmadi. Shuncha yo'g'on shoh chidirida bir o'zi yolg'iz edi. Nökər mahramlari xonning xiyoliga barham berib qo'yishdan ansirgandek, har bir qadamini ehtiyot bilan besib qo'riqchilik qiladi. Shu kunlarda Sultan Uvaysxonni g'am besib olgan edi. U turpandan lashkar tortib manganda, Issiqko'l vodisida bundoq uzun turib qilishini xiyoliga keltirmagan edi. Shu qitimqi Ili vodisidagi mag'lubiyatdan keyin u bir mazgil amir sarkarlarni kamdan kam qabul qilib, ko'pincha vaqtlarini hujrasiga bekinib olib, tanho xiyol surib o'tkazdi. Xonning ruhiy holatidagi bu o'zgarishning sababini tushungan Sayyid Ali olibmi, muhim ish bo'lmasa qishig'i kirib olmadi. Ammo o'ltirsi qo'psa Sultan Uvaysxonni bu xil buruq turmalikdan qutuldirishning chorasini izlab bosh qotiratdi. Tit bo'ladi. Xon oliylariga Ili vodisidagi mag'lubiyat ig'ir keldi. Sonisi Malika Maxtum Sulxonimni inson tashiga berishga majbur bo'lgani har keldi. Bu reallikni g'ururi ko'tarmadi. Qabul qila olmadi. Nimani degan bilan bo'ladigan ish bo'lib bo'ldi. Endi o'rniga kelmaydi. O'zini buncha ayblab, azoblab yurmasimi bo'ladi? Qanday qilsam, xon oliylarini bu buruqtirmlikdan qutuldira olaman. Validai buzurg Sultan Xotun oliylarining maslahatini ilib baqsammikin? Onasi nasihat qilsa qanday bo'lar? Yo'q. Bunday qilsa bo'lmag'idek. Xon oliylari onasidan bakli hayo qiladi. Elimi onasidan o'zini qochirib yuryotdi. Eng yaxshisi yanada o'zim so'zlashay. Nimani degan bilan meni do'sti qatorida ko'rdi emasmi? Ish bag'rini bir to'kib olsa o'ngshilib qoladi. Sultan Uvaysxon kutubxonaga shundaqli qarab qo'yib, parvosiz holda so'radi. Ish kuchlar bormidi, Amir Kabir? Yollarda birdam o'ltirsam bo'larmi, oliylari? Suolga savol bilan javob qaytardi Sayyid Ali olib. İxtiyorlari. Sayyid Ali olib Sultan Uvaysxonning uduliga kelib o'ltirdi. Orani, ya'ni ig'ir sukunat bosdi. Sultan Uvaysxonning parvosiz turqiga qarab, gapni nadan boshlashini bilolmay turib qoldi. Birer yutum usuluk ishsam bo'lurmi, oliylari? Sultan Uvaysxon Sayyid Ali olibga lappida qarab qo'yib javob berdi. Mendan so'ramay, mahramga buyursizlar. Mening sharob 3 kun bor edi. İxtiyorlari. Oliylari bilan ishsam deyman. Sultan Uvaysxon beshini ko'tarib, Sayyid Ali olibning ko'ziga qaradi. U Ili vodisidan qaytib kelgandan beri sharobga ig'iz tegib baqmagan edi. Sayyid Ali olibning bu gapi bilan birdilla sharobga ko'ngli tortib qoldi. Buyursizlar. Sayyid Ali olib tas o'rnidan turib, ishik tubida xizmatga tayyor turgan mahramga sharob bilan dumlab pishirilgan so'g'uq qo'zi go'shi buyurdi. Orqama orqa ishgan 3 jam sharob
Sultan Uvays xonning pig'onini o'rlatdi. Yana qo'ysizlar, dedi Said Ali olibga qarab. gap so'z yo'q, ichiveraman oliylari. dedi Said Ali olib. Sultan Uvays xon ulug' kichik tindi. Degudek nima gap bor deydilar. Said Ali olib Sultan Uvays xonning ko'ziga qarab dedi. Yuraklarda biroq degilar keladigan nurg'un gaplari bor oliylari. Agar kaminalarni saltanatlarining amri kabri emas, do'stlar deb bilsalar, degudek gap cho'qim chiqadi. Necha oydan beri bu buruqtirimliqqa taqatli chidimidim. Bizni unda qiynimisilar? Men o'zlarini qiynimidim. O'zlarini qiynag'anliklari bizni qiynag'anlik bilan o'xshash. Sultan Uvays xon ko'zini yumib oldi. Shu topda vujudida kuchli bir hayajon qo'zg'algan edi. O'zlab bo'lmagan bo'lsalar, mening holim nima bo'lar edi, Amirzodam? Odamning dilkashi qila oladigan do'stining bo'lishi ne qadar izgilik ish ha? Muddaolarni tushunib turibdiman. dedi Sultan Uvays xon Said Ali olibga qarab. O'zladi nimani yoshiray? Ey silahchi, mening buzrukvar onamga avam raiyatga qarg'udak yana yuzim bormi? Ha? Shu chog'da Ison Toyshining shartiga ko'nib, singlim Maxtum Suluxinimni uning oldiga boshlab bormisam bo'pti ekan. Odamga hamini bir o'limg'u. Bu toju taxt, saltanat kimdan qolmagan? Sultan Uvays xonning ko'ziga g'irlidi yosh keldi. Bu deganlarning hech bir xatosi yo'q oliylari. Biroq o'zlari uchun yashagan bo'lsa edi. Shunda qilgan bo'lsalar tamoman bo'ladi. Ammo zimmalarida bir alning taqdiri bor. Buni demagandimi? Yoning qo'liga tushib qolgan xonish xonzodlarning hayot mamotiga ega bo'lmasa bo'lmaydi. Mushuni ko'zda tutganda o'zlarini ayblashlari behojatdir. Malika Maxtum Suluxinimmi oliylarining bu tanqisligini tushungan. Taxt, saltanat, al-yurt, xonish xonzodlarning taqdirini o'ylab, ol nikohga rozilik bergan edi. Amdilikda o'zlarini ayblab, taxt, saltanat, al-yurt bilan korilar bo'lmasa, Maxtum Suluxinimning ko'rsatgan jasoratiga yuz kelmaydilar. O'zla shunda qarabdilar, Amirzodam. dedi Sultan Uvays xon. Kaminalarla emas. Barliq amir sarkardilar. Avam raiyat shunda qaraydi. Sultan Uvays xon birdilla qaddini rusladi. Ha, uningga Said Ali olibning so'zlari ta'sir qilgan edi. Elimo, oliylarining o'rda ishlari bilan korilar bo'lmaganiga xeyli oylar bo'ldi. dedi Said Ali olib so'zini davomlashtirib. Oliylari endi o'zlarini qochirmisizlar? Ko'ngillardagi o'l dil xastaliklarni dab'i qilib, saltanat ishlariga ko'ngil bersilar. Shol topda o'rdada bir talay ishlar oliylarining bir taraf qilishini kutib turibdi. O'zlar bo'lgandan keyin o'rda ishlaridan voyim yemayman. dedi Sultan Uvays xon. Ammo Turkistondan kelgan elchilarga javob berishga kaminalari ojizlik qiladi.
Haftadan beri ular didorlariga intizor bo'lib turyapti. Sultan Uvayisxon Turkistondan elchi kelganligidan xabar topgan bo'lsa-mu, ko'rishmagan edi. Ularning muddaosi nima ekan? Qachon Qiynotam Amir Shayx Nuriddin hazratlari qizi bilan navrisini sig'ingandir tayinliq. Bunchalik oddiy emas oliylari, dedi Said Ali olib. Hurmatli radio anglag'uvchi do'stlar. Yozg'uchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Mirzo Ulug'bekning Qashqarda lashkar turg'izib olganiga 10 yildan oshdi. Turponga qaytay desan, shuncha harash tortib qilgan lashkari yurish bekor bo'lganini oz deb Mirzo Ulug'bekning xo'riki o'sib ketadi. Singlisi Maxtum Suluğ'u münasebetlik keşmişler esiga kelishi hamon ishchi ochiq bo'lib, kirpiklari namlashdi.